Shaxsan o'zim olgan, kiygan oyoq kiyim bugun obzorda. Как раз bugun podoldan olib chiqdim. Ushbu oyoq kiyimni xudo xolisa keyingi kunlardan kiyishni boshlayman. Sababi oyoq kiyim issiq tutuvchi kalish hisoblanadi, zamonaviy kalish hisoblanadi. Ichlarida material juda ham приятный material va buni bizni mamutlar sal yopilgan kurtka sifat va oldi zamogligini ko'rsatdim. Bu bo'lsa mana marhamat ko'rishingiz mumkin. Tepa tapchika kalish sifat ko'rinish va oyoq вообще mazza qilib issiq tutadi. Ko'rishingiz mumkin. Koja suv o'tkazmaydi. Bitta espresso forsada mo'shni bo'ladi, qo'yadi, qoladi. Kirish qismlarini ham ko'rsatib bo'ladi va bu rasvetka skidkada $119 dan sotilayotgan ekan. Noodatiy chiroyli rasvetka. Mos kiyimlar bo'lsa bosib o'rish kerak. Bu narxga bunaqa oyoq kiyim mana o'tgan yili men olgan bo'lsam, yaxshigina maza qilib kiydim va hali ham yengida turibdi. Ya'ni tank oyoq kiyim, menimcha 5-6 yil kamida bemalol xizmat qiladigan oyoq kiyim. Shuning uchun ham o'zim ham kiyib boshimdan o'tkazganimga tavsiya qilaman. Yumshoqligi o'rtacha, misol uchun unaqa yoritib ham yumshoq emas, sababi bu yugurish uchun mo'ljallanmagan yoki uzoq yo'lga mo'ljallanmagan. Bu shunchaki kun davomida u yoqga bu yoqga kiyib yurgani mo'ljallangan oyoq kiyim. Tavsiya qilaman.